Xo'p, tillarda doston bo'lgan, ichidan dollarlar chiqayotgan American Surprise vaflilari menga ham yetib keldi. Va uni kamera qarshisida ochdim. Birinchisidan 20 ming so'm, ikkinchisidan esa hech narsa chiqmadi. Uchinchisidan esa 2 ming so'm chiqdi va keyingisidan ham hech narsa chiqmadi va yana keyingisidan 20 ming so'm pul chiqib keldi. Shu tartibda vaflilarni hammasini ham ochib tugatdim. Nima deb o'ylaysizlar? Menga umumiy hisobda qancha chiqdi? Menimcha bu ham omadga bog'liq. Kimgadir yiriroq pullar chiqyapti, yana kimlargadir dollarlar chiqyapti, kimlargadir maydaroq pullar chiqyapti. Lekin vaflilarni mazasi juda ham yaxshi ekan. Bolalarimga ham, o'zimga ham juda ham yoqdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa pulli yutuvlar faqat blogerlarga chiqyaptimi yoki boshqalarga ham chiqyaptimi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Meni ham obunachilarim orasida shu vaflidan sotib olganlar bormi va kimga qancha chiqqanini ham albatta yozib qoldiringlar. Men uchun bu juda ham qiziq. Va video oxirida ko'rib turganinglardek, menda umumiy hisobda 59 ming so'm pul chiqdi. Hammasini bittalab ochib ko'rdim. Pullarning hammasi haqiqiy ekan. Demak, menga nasib qilgani shu ekan. Prosmotr uchun hammaga rahmat.